Assalomu alaykum, amalar yaxshimi? Ha, Ramazon demay alomat yo'lga yetadiganlar bor ekan. Men alomat ichib ko'zitib qo'yay emsa deb YouTube'dagi naq maydon programmalarimni yana boshlaverdim emsa. Qarasanglar, u Talas Story degan Facebook betida nima debdi desanglar, hurmatli qarindoshlar, fidoyilar ekrani hakkerlik hujumiga uchraganligi sababdan debdi. Hakkerlik hujumiga uchrabdimi? Microsoftda 4 yilga yaqin vaqt ichida ilib berilgan qimmatli suhbatlar yo'q bo'lib ketgan debdi. Hech qaysi yo'q bo'lib ketmadi, hammasi bor. Hech kimga ko'rsatmaydigan qilib, faqat o'zlam ko'radigan qilib hammani tiqyapti. Fidoyilar ekrani bu hakkerlik hujumiga uchrab yo'q bo'lib ketgani yo'q. Hammasi bor. Mana shuni o'zimdan ko'rsatib qo'yay, sizlarga qaranglar. YouTube'ga kirib, YouTube'dan fidoyilar ekrani deb bassanglar chiqadigani Tesla US deb chiqadi. Mana shu fidoyilar ekrani shu ismini ham o'zgartirib qo'yibdi. Chapan almashtirib olsalar, bu yo'qolib ketadigan hakkerlik hujumiga uchrab qolgan bo'lmaydi. Hamma nimasi bor. Kanalni açsanglar 7900 dan ortiq abunti bor deydi. Mushu kanal shu. Va o'tidagi community tabni açsanglar ham bilindi mana. Nechining yoqichi to'xtamay e'lon qotgan shu nima suhbat e'lonlari bor-ku, hammasi mushu yerda bor. O'sha o'zlarining e'lonlari mana. Mana ishqayning oldida e'lon qilgan ekan. Mana bu 4 oyning oldida e'lon qilgan ekan. Hammasi mushu Tesla US deb o'zgartirib qo'ygan kanalda. Ama playlistning ichidan ham echinglar. Playlist videolar tizimligi, masalan, Mamamdi Minala bandaninki, Dilyar Musaboyninki. O'shani açsanglarchi, masalan, bu yerda 19 video bor ekan deydi. 18 videosi hammasi unavailable hidden. Yushirin holatda yetiqyapti shu. Ma'nonim shu. To whom it may concern. When I came to Canada, I wasn't able to find a job with the prior experience I had. I needed to make a change. So I Like a private deb qatasıga chiqadigan videoniki tizimliklari o'xshamaydi ekan. Ana private video deb qatasıga chiqib turdi ekan. Ashuni men sizlarga shu Facebook'dagi Ahmad Qashqari yapanninki o'ziniki Facebook shu nimasini e'lon qilib qo'yay. E'lon Facebook'dan yozgan yozmalari bor, o'shalardan ko'rsatib qo'yay, sizlarga qaranglar. Nima bo'lib ketdi mana bu? Saqlagan olmuş Talas Story'da deyilishicha, fidoyilar ekrani hakkerlik hujumiga uchrabdi. Hey. Ben bir Uyg'ur YouTuber, men Uyg'ur bolalarga Uyg'ur YouTubechilar jiqroq o'tirib chiqsin deb shu YouTube'ning ichidagi bir narsani obdan ko'rib, qandaq bo'lganligi degandeklarni hammasini men da YouTube'ni yaxshi biladigan odamlar bor edi, sizlar menda qarab turiblar, menda yig'an insonlar hakkerlik hujumiga uchrab, bütün videolar yo'q bo'lib ketibdimish. Ahmad Fidoyi o'zininkilam ko'rsatib qo'yay sizlarga. Fidoyilar ekranininki 2-oyning 2-kuni o'tgan yili yozgan bir narsa qilsanglar, hozir chiqmadim deb tekshirib etay. Okay. Ulanishini men hozir shu naq maydon qilayotgan yerga yozib qo'yay. Shuni besib, telefoningizda besib ichib qarab beqinglar. Ulanishni açsanglar, tizimlikni açsanglar telefoningizda butunlay hammasi private video deb chiqadi. May astiki ulanishni bassanglarchi. Nima deb desanglar, hayot kechmishlarini o'rtoqlashib, o'tgan asrning oldingi yarmida Xitoy tajovuzchilari tarafdan bosib kelgan nurg'un voqealiklarni aytib bergan. Shundaq tarixiy ahamiyatlik tarixning isbotlari bo'lgan videolarni bütün hammasi dokumentary film bo'lib qolgan shundaq narsalarni hammasini biroqlam yo'q bo'lib ketdi deb yolg'on aytib. Tizimlikni mishanda besbekinglar qancha talbat borkin. Baskan amallamchi buning ichida 15 video private deb turdi. Hozir men inkas qismiga yozib qo'ydim. Ashuni ichib qarab beqinglar. Millatga xolisona xizmat qilyapmiz deb kelgandi. Millatni qo'yib turaylikmi, bir odamning hayotini deylik mana.
Rahmetlik bo'lib ketibdi. Shavkat Ali akaning Alloh dargohiga qaytibdi, xushkim o'zgaramabdi. Bizga Xitoy tajovuzchi tarafdan bosilib kelgan nurg'un voqealiklarni aytib bergan deb mushtaq millatimiz bir odamningki hayot bir hayotni yashab bizga qoldirib ketgan shu tarixiy ahamiyatli suhbatlarni qarab turib mana yo'q qilasanglar buniki u İstanbulda yuz bergan kitoblarni musodir qilish voqealigi bilan o'xshashli bir gap bo'lmadi bu. Biz shu kitoblarni musodir qilgan bergan tepkimiz bo'yicha muomala qilmaymiz hozir. Fidoilar ekrani xalq xolson xizmat qildi deb nurg'un ahamiyatli tarixiy ahamiyatli videolarni ishlab bo'lib, ham qarab turib mana shunday yo'q qilasanglar. Vatanda Xitoy bizningki kitoblarimizni yo'q qilib, tariximizni yo'q qilib, qaytadan yezib chiqib boshqa qilasizlar. Bu yerda chet elda turibmi? Xitoyningki maqsadi bilan o'pma o'xshash shunday ishni qilib jursanglar. Tarixiy ahamiyatli shunday muhim bo'lgan hammasini yo'q bo'lib ketdi deb hech kimga ko'rinmaydigan private video qilib tiqolsanglar. Qanaqa bo'lgani bu? Sizlar millatni o'ylaydigan odamlarga emaslarmi? Men dedim bu shu fidoilar ekrani Cumhuriyetçiler Partisi Şarkı Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi'nin ekrana qaylanıp ketken ekran avu deb. Neçe vaqtdan beri təşkil mülayiz qilib, təhlil qilib yazgan nimelerimde var. Qaçanki şu Necmiddin Şerif degan maraz bilanchu aralashgandan keyin ham haqlarchu o'zligidan bilib bilmay shunday bo'lib ketadi. Xitoyning maqsadlari bilan biri o'xshash nishonda shunday nurg'un narsalarimizni yo'q qilib ketdi mana. Bu video hozir qarab baxsanglar bu YouTube'ning ichiga kirib fidoilar ekrani deblam kirgizsanglar birinchi so'p chiqib Tesla US'ga shu fidoilar ekran tomamdi. O'shandagi playlist qarab baxsanglar shu hamda minalar banniki Dilyar Musabayniki hamma nimasi uchun playlistni ochsanglar o'shada 18 video unavailable hidden hammasini uchun private video qilib olgan. Facebook'un açsanglar aniq ko'rinib turdi. Demakki, shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi Dilyar Musabay, Talas Story degan shu Dilyar Musabayniki videolarini chiqiramiz debdi-ku. O'shani hammasi uchun bir sapda Xitoyga o'xshash qilyapsizlar. Fidoilar ekrani hakerlik hujum uchirganlik sababdan yolg'onchilikning rangi qanday bo'ldi? Qizil bo'lamdi, qip-qizil yolg'onmi u? Ya qop-qora bo'lamdi ya. Qop-qora yolg'on aytibsizlar. Qimmatli suhbatlar yo'q bo'lib ketgan deb. Bu shunday bo'lishi shu butun videolarni yo'q qilib etishi Xitoyninki bizning kitoblarimizni yo'q qilib musodir qilgan bilan o'xshash baravar shunday muomala qilsak bo'ldi asli. Shunday qimmatli tarixiy ahamiyatga ega shunday nimalarni hammasini yo'q qilayotgandan keyin sizlarni kishilarning shu fitnachi fidoyi deb nom berganlarim uchun oz gap qolibdi sizlarga. Qani shu Facebook'niki o'z dillam fidoilar ekrani deb fidoyi Qashqari deb yozsam chiqamdi ya. Mashada birsiniki yozgan inkosi bor ekan-ku, shu to'rbeti o'z ayrim chiqarib qo'yibdi ekan-to'q. Ahmad Abanniki mavu zamondoshlar guvoh bo'lg'ay bu inkoslar mazmunlar tarixiy yozilg'usi, tamom tarixiy yozilg'usi. Mening videorimdimi? O'sha tarixiy videolar qatorasiga qilib qolgan. Men buni so'zlab o'tiraman mana. Shu to'g'ri deb qaradim men o'sha gaplarni o'zim. Uyg'urlarni jidalga silishda Ahmad Fidoydek Xitoy foydali ikkinchi bir shaxs bor desa odam aqli bor odam ishlamaydi deb. Shu burun yaxshi dedim-ku, shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi deb elqin Necmiddin Şerif degan ko'yniki keyingi ayishdan uchun bo'lsa nima bo'lib ketdi bu. 14 qatam atrofida cho'ng jidalga soldi, millatni choq chekidan bilib o'tdi, ham siyosiy ham diniy jihatdan davomli millatning qalbisini
jidal majralarni ishg'ol qilib Xitoyning qirg'inchilik davomlashayotgan kuchga yordam qilyotdi deb. Bilib bilmay Xitoy bilan bir sapda nima qilib ketam? O'ziniki inkosni o'qib boqayli. Nima deb desanglar yo'lbosning tukuni yetishig'i silab jon boqadigan. Bunday demasin balki biz haqni tavsiya qilib keldik. Haqni tavsiya qilib keldik. Keçmişdeki qandaq bir tirishchanligimizga maqsad g'oya hech kimning oldida tirnoq tatlaydigan yerimiz yo'qdir. Ha. Tirnoq tatligida yeringiz yo'qmikan? Bir odamningki hayotida sizga qoldirib qo'ygan, sizning ekraningiz orqali xalqqa qoldirib qo'ygan tarixiy ahamiyatli videolarni o'zingiz ayrim ta'ziya xati bildirib, ashundaki ambaharligan YouTube videolar tizimligining ichida hammasini private video. Faqat o'zlam ko'radigan yonchqo'g'i tiqib qo'ygan xalq xolisona xizmat qilmaymiz degan atalmish gaplari hammasi yo'q gapkan. Bla o'qimaychi bo'ldi. Hakkerlik hujumi yolg'on. Videolar yo'qolib ketdi deganimi yolg'on, hammasi bor. Bir odamning hayotida yashab o'lib ketibdi-mi odam? Mushniki bizga qoldirib ketgan narsani tiqib qolibdi. Fidoilar ekrani, xalqning ekrani deyotdi ismini. Tesla US deblam kanalning ismini o'zgartirib qo'yiblam hakkerlik hujumi uchirdi deb. Kim anglarni ahmoq qilsalarkin tang? Oshunaqam ishonganlar bor yana. Qurultayga o'yishlar, qurultay arz qilib yo'q deyibdi deblam qaraydi. Ahli shunchalikla bor edi tursamiz shundaqlam. Yo'q qila olsanglar meniki qanalimni yo'q qilib yo'q qilamdinglar qana. Burunlarda shu arz qilib to'xtatayli. Maxutunning kanalini ko'manglar, abont bo'lishdan chiqib ketinglar. Ashla tashviq qilib yuratinglar. Shu bitib turdi kanalim yana hozirmi so'zlayapman mana. Ramazan demey yolg'onni aytayversanglar, men Ramazan demey yolg'onchilikni ichayverdim shunda qamsa. Ko'pchilik bilib qolinglar. Fidoilar ekrani hakkerlik hujumi uchirgani yo'q. Videolarmi yo'qolib ketgani yo'q. Kanalning ismini faqat o'zgartirib qo'yibdi. Tesla US deb. Uning ichidagi kanalga kirib, o'tirdagi community tabni ichib qarsanglar hammasi bor ekan. Video tizimligidagi videolarning hammasini shu private video. O'zlam ko'rdan qilib qo'yibdi. Hammasi bor. Yolg'on hammasi. Hakkerlik hujumi uchrab turmuş.